Assalomu alaykum akurgan faoliyatlarda ko'rib boshlang. Yangi vitrlarimizni qo'yib berganmizda. Bu yerga 90 graduslar va ajoyiblarda balkon eshiklari bilan bo'lgan Alisher ruchkalar har doimgidek akvapetlarda kalin oynalardan qilib berganmiz. Ishlarimiz juda ham ideal chiqdi. Bu xonani ko'rsatdik. Videolarimiz boshlarida oddiy joy edi. Bu joyda bitta katta xona qilib berdik. Bu yerda bemalol konturga joy qilib, kontur o'ynash uchun, kompyuter uchun bu yerda o'tiradigan joy qilib qo'yaveradi. Bemalol bolalar tushib ketmasligi uchun mana busini qilganmiz. Negaki ertaga kunlar tushishi bilan buni ochib qo'yadi. Ko'p ota-ona ochib qo'ygan paytda ham bolalar kelib tushib ketmasligi uchun pastga ikkinchi etajda. Shuning uchun shunaqa yechim qilib berdik. Kalyonli 10 mm oynalardan qilib berganmiz. Havoga qarab bemalol chiqaveradi. Polni Akfa brendidan bo'lgan 306 hozirgi trenddagi rang. 100% ishonchli penali va penali ishlar bo'lgan. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilasizlar. Qurgan Akfa ishonchli va mustahkam garovi bilan sizlarga 100% Akfa va boshqa brendlardan ham foydalanib chiroyli qilib uylaringga mustahkamlik taqdim etadi. Qurgan Akfa hamisha oldinda.